Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bu vaqtlar xayrli bo'lsin. Biz bugungi darsimizda TeamViewer programmasi orqali bir kompyuterdan yana bir kompyuterni boshqarib kontrol qilishni ko'rsatib o'tmoqchi. Oldi bilan kompyuterimizga TeamViewer programmasini tushirib olaylik. Oldi bilan Google'ga TeamViewer deb bosgandan keyin birinchisini bosamiz. Bu şekilde içildi ve bu yerda haqsiz tushirish ko'nikmasini bosamiz. Bosgandan keyin birozdan keyin ko'rayotganinglardek bu şekilde tushyotdi. Ko'rayotganinglardek tushib bo'ldi va bevosita ochamiz. Bu şekilde ichilgan vaqtda biz buni qo'shib chekamiz. Qo'shib chekkandan keyin keyingi qadam va qo'shilish. Yani keyingi qadam bu yerdan shifrni kirgizgandan keyin jizmlaymiz va qo'shilish buyrug'i tamomlanyapti. Qo'shilib bo'ldi. Atlab o'tib ketamiz va oxirlashtiramiz. Qarasanglar bu yerda bizningki kompyuterimizga xos bo'lgan nomer va bu yerda almashib turadigan shifr ko'rilyapti. Hamda biz qarshi tarafning kompyuterini boshqarmoqchi bo'lsak, cho'qim qarshi tarafning nomeri va shifri bo'lishi kerak. Bu yerda men boshqarmoqchi bo'lgan kompyuterimning nomerini kirgizay. Ko'rayotganinglardek ulanadi va shifrni kirgizgandan keyin tamamen olundu. Ko'rayotganinglardek men bir Windows kompyuterini boshqaryapman. Normal şekilde boshqaryapman. Nighttiz. Qarasanglar bu şekilde. Normal boshqarish apparatiga bundan chekinish uchun bevosita xatoni bosib chekinsak bo'ladi. Bugun darsimiz mushachi bo'lsin. Keyingi qadamlar darslarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.